Namoz o'qiyotganimda qiroat paytida ba'zi payt harflarning talaffuzini eshitmay qolaman va keyin shubha uyg'onadi. Shu so'zni to'liq aytdimmi yoki yo'q? Ba'zi payt namozni buzib qaytadan o'qiyman. Shunga bir aniqlik kiritib bersangiz, qachon qiroatda xato qilsa namoz buziladi? Alhamdulillah va salatu vassalamu ala sayyidina rasulillah. Albatta, ushbu holatini kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, u inson o'sha adashib ketdim yoki chiqara olmadim deganda o'sha oyatni boshqatdan o'qib davom ettirib tugatib qo'ysa bo'ladi. To'xtatib boshqadan buzib boshqa o'qish shart emas. Uni to'g'rilashning iloji o'sha oyatni qaytadan to'g'ri qilib o'qib qo'ysa ishonmagan, durust bo'ladi. Endi qachon namoz buziladi deyiladigan bo'lsak, Qur'on tilovati vaqtida bu yerda Zallatul Qori degan alohida bo'limlar bor kitoblarimizda. Ma'no buziladigan darajada harflarni o'zgartirsa, so'zlarni o'zgartirib qo'yadigan bo'lsa, unda namoz buzilgan hisoblanadi. U ham qarasin, o'sha vaqtda to'g'rilab o'qishga harakat qilib o'qisinda, namoz tugatib, keyin ko'rsin. Haqiqatda xato qildimmi, qilmadimmi? Qur'ondan, mushafdan ko'rib olsinda, agar adashmagan bo'lsa, namozi durust hisoblanadi. Vallohu a'lam.